Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, Bag'at aka-uka avtosavdo kanalining obunachilari. Aziz yurtdoshlar, bugun 8 oktyabr 2025-yil o'z ish faoliyatimizni boshlab oldik. Sizlar ham boshlagan kunlaringiz xayrli bo'lishini tilakkan holda bu videomizda sizlarga avtosalonimizdagi faqat Cobalt avtomobillarimizni ko'rsatib, bir qator baholarini, hamma ma'lumotlarini tanishtirib, obzor qilib beraman. Görüp baxa berib borasizlar. Narxlari ma'qul bo'lsa, bemalol kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi aziz yurtdoshlar. Hammalaringizni Bag'at aka-uka avtosavdo salonida kutib qolamiz. 24 soat xizmatdamiz, kelaverasizlar do'stlar. Har xil turdagi mashinalarimiz bor. Mashina olish hamda mashina sotish niyatida yurgan hamma yurtdoshlarimizni salonimizda kutib qolamiz. Pastda nomerkamiz bizlar bilan bog'lanishlaringiz uchun. Bo'lmasam boshladik. Birinchi avtomobilimiz aksiyada turan Cobalt'imizdan boshlaymiz. Avtomat korobka Style Cobalt'imiz 2024-yil ishlab chiqarilgan 11.000 km yo'l bosgan. Kraskasi 100% rodnoy mashinamizda, metan gazlar ustanovka qilingan, 4 tane yumshoq bo'laklar ham tozadan qo'yilgan mashinamizda. Ideal holatda. Mashinamiz bahosini e'tibor qilamiz aziz yurtdoshlar. Aksiyada 155 million so'm. Naqd pul, kredit, barter farqi yo'q. Bahosi o'zgarmaydi, 155 million so'm. 30 milliondan to'lov bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov 4 milliondan 5 yil muddatda tayyor holatda mashinamizni ko'rib o'tamiz bir qator. Salon holatidan boshlasak, yine do'stlar, matoy bo'lib turibdi salon qismi. Yurgan probeg 11.000 km mashinamiz o'zining rodnoy chexollarında servis kitobchasi bilan 4 tane tayyor holatda. Do'stlar, kuzov holatlari ham ideal. Hech qanday qirchiq sarafina topmaysizlar. Mashinamiz kuzov taraflama, har qanday taraflama ideal qarab aytilgan mashina. Hali yurgan probeg ham 11.000 km mashinamiz. Bemalol ustalarda ko'rsatib tekshirtirib xarid qilarasiz. Yurgan probegina, kraskasini javob deb turibdilar egalar. Yine do'stlar, motor qismi ABS, konditsioner, metan gazlar ustanovka qilingan. Klapın umuman gülüş değmeyen maşinimiz elde zavod kantachkada turibdi. Tayyor holatda, bahosi 155 million so'm. Kelaverasizlar do'stlar. Navbatdagi sizlarga ko'rsatib o'tadigan Cobalt'imiz do'stlar. Yon tarafimizda mashinamiz egalaridan sotib berishga rozi kelib turibdi. O'zini bo'lakcha obzor qilib chiqaramiz bu avtomobilimizni. Navbatdagi avtomobilimiz mexanika korobka Cobalt 2013-yil. Mashinamiz yurgan probeg 290.000 km ekan yurtdoshlar. Kraskasi petnoba ekan. Yumshoq pololar toza qo'yilgan mashinamiz, metan gazlar ustanovka qilingan. Bahosini e'tibor qilamiz aziz yurtdoshlar. 79 million so'm aytiladi. Ustunda egalarini ham chaqirib beramiz, kelishtirib savdo qilib beradilar. 18 million bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov 3,5 milliondan 3 yil muddatda bo'ladi. Tayyor holatda mashinamiz. Aytib o'tganimdek, yumshoq pololar toza qo'yilgan mashinamizda. Kuzov holatlarini ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, ideal. Yana do'stlar, hech qanday qirilgan, chizilgan, defektli joyi yo'q mashinamizda. Ideal sostenida. Bemalol ustalaringizga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilarasiz do'stlar. Zo'r holatda mashinamiz. Salon qismini ham ko'rsatib o'taman. Yana do'stlar, kuzatishlaringiz mumkin. Mashinamiz birinchi pozitsiyada bo'ladi. 3 ta poliklar döşelgan, teylari döşelgan. Chexol poliklarni zo'rlaridan qo'yilgan. Dominant monitorlar ham ustanovka qilingan. Tayyor holatda mashinamiz. Ideal sostenida. Bahosini aytib o'tdim aziz yurtdoshlar, 79 million so'm aytiladi. Egalarini chaqiramiz, kelishtirib savdo qilib beradilar o'zlari. Motor qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, tayyor holatda mashinamiz. Metan gazlar ustanovka qilingan, ildizlari zavod turibdi, kantachkada turibdi mashinamiz. Tayyor holatda. Motorni ham gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r so'zsanadi. Kelaverasizlar do'stlar, 79 million so'm bahosi ustunda kelishiladi. Navbatdagi avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Cobalt'imiz bo'ladi. Mashinamiz yurgan probegi 169.000 km. Kraskasi chap yon orqa krelida petnosi bor, boshqa joylari rodnoy. Metan gazlar ustanovka qilingan, 4 yumshoq polon toza qo'yilgan. Tayyor holatda mashinamiz. Bahosi yurtdoshlar 95 million so'm aytiladi. Ustunda kelishib beriladi. Ideal holatda. 30 million bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov 3 million 700 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Ideal sostenida mashinamiz. Ko'rib o'tamiz bir qator.
Kuzov halətləri həm idealına dostlar. Umman kırılğan, çizilğan, defektli cayları yok maşınımızda. BMA ustalarda göstərib tekşirtirib xərid qılarəsə. İdeal sistemli də maşınımız. Salon halətlərini həm görüb ötəmiz dostlar. Düzəltişləriniz mümkün. Düzəltişləriniz mümkün. Yine salon kısmı matoyu volt tuttu. Özünün yürgən probeki 169 bin kilometre maşınımıza. Teyyar halette özünün radno çexollarında durdu maşınımız. Teler döşeliyən polikler var. Teyyar halette. Xarab edilən maşın ideal sistemli. Motor kısmını ham göstərib ötədən basam dostlar. Ya. ABS, kondisioner. Ne dostlar, teyyar halette maşınımız. Metan gazlar ustanovka qilingan, əldizləri kontaçkasi zavod holatında duribdi. Qarab ideal sistemda haydalgan maşinamiz. Bahası 95 milyon so'm yurtdoshlar ustida gelişib beriladi. Galerasida kutamiz. Navbatdagi sizlarga ko'rsatib o'tadigan Cobalt'imiz 2021 yil kam yurganidan 7000 kilometr yurib turibdi. Mexanika korobka Cobalt'imiz. Kraskasi 100% radnoy, metan gazlar ustanovka qilingan, tayyor holatda 4 dona yumshoq bolalar ham toza ustanovka qilingan. Bahası yurtdoshlar 145 milyon so'm ustida gelişib beriladi. 41 milyon bilan kreditdə çıxadı. Aylık to'lov 3 milyon 200 ming so'mdan 5 yil muddat bo'ladi. Tayyor holatda maşinamiz görüb o'tamiz bir qator. Salon qismidan başlasak dostlar. Yine salon qismi matoy bo'lib turibdi. 7200 kilometr yurib turibdi maşinamiz. İdeal holatda. Özünün radno çexollarında polikləri tayyor. Zor sistemli maşinamiz. Kam yurgan so'ragan yurtdoshlarimiz uchun geldi bu salonumuza maşinamiz. Galerasida. Kuzov holatlari ham ideal maşinamizda. Görüb turalarinizda hech qanday defektli joylari yo'q. İdeal sistemda. Bemalol shundan ustalarga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilarasiz do'stlar. Motor kısmını görüp o'tamiz. Maşinamızda ABS kondisionerleri tayyor, metan gazlar ustanovka qilingan. Klapında umuman külüş değmeyen maşinimiz tayyor holatda. Ya dostlar. Zavod holatda duribdi maşinimiz kontaçkada. Bahası 145 milyon so'm ustida gelişib beriladi yurtdoshlar. Gelaverasida salonimizda kutib qolamiz hammalaringizni. Kelsa izlənmə istədiyi şöyle bitadi. Faydalanıcı ağalarımız ham gelip bize bilen həmkarlıqda işləsələr болады yurtdoshlar. Mestalarımız gen. Gelaverasida kutamiz. Pəstə nomer qoyamiz, bizə bilen bağlanıb əlaqəyə çıxıb gəlişləriniz üçün.